Sizlarning qo'shinglarni именно базовый обучение olgan masterlar o'chirib bera oladi xolos. Ko'pchilik masterlar, udalение qiladigan masterlar, qora jigarrang kelsa bir martada o'chirishadi-da. Mana oxirida keyin mana bunaqa qizil bo'lib qolgandan keyin yog'ini o'chirishni bilishmaydi. Qizlarjonlar базовый обучение olish juda ham muhim. Lazer apparatlarni har xili bo'ladi. Двухкристальный лазерный аппаратlar bo'ladi, стандартный лазерный аппаратlar bo'ladi, пикосекундный лазерный аппаratlar bo'ladi, bir kristalniy лазерный аппаratlar bo'ladi. Просто apparatlarni olayotganda ham tekshirib olishni bilish kerak. U apparatning именно ikkita nasatkasi normalniy ishlaydimi, yo'qmi? Uni tekshirib olish uchun bazaviy обучениeni olish kerak qizlarjonlar. Sizlar hammanglar o'chirib olsizlar, shu yergacha ham o'chirib olsizlar. Agar ishingizga qattiqroq qaraydigan bo'lsanglar, mana shu qoshni oxirigacha o'chirib, shu klientdan rahmat eshitib, duo olasizlar ko'proq. Bizani Nonna akademiya именно reanimatsiya bo'lib qoldi, qoshlarning reanimatsiyasi. Chunki hamma masjidgacha o'chiradi, u yog'iga keyin bular meni qidirib topib kelib o'chirtirib ketishadi. O'shaning uchun qizlarjonlar bazaviy обучение juda ham muhim. Bitta narsani bilib olinglar. Sizlarning qo'shinglarni lazer, remover yoki boshqa narsalar o'chirmaydi. Sizlarning qo'shinglarni именно bazaviy обучение olgan masterlar o'chirib bera oladi xolos.